O'simliklardan efir moyini ajratib olish bo'yicha laboratoriya ishini olib boramiz. Asosan hozir majburlik o'simligi qish faslida bo'lganligi uchun majburlik o'simligini bargini olib ko'ring. Navbatdan buni nima qilamiz? Albatta bizadagi laboratoriya ishlaridan kelib chiqqan holatda suvda qaynatib olib buni, ya'ni ekstraksiya holatida ko'rinadi. Mana hozir suvni kolbaga suv soldik. Bunga mana majburlikni bargidan solamiz. Qaynab chiqadi. Qaynab chiqayotgan paytda o'zi odatda bundagi o'sha efir moyi qaynab chiqayotgan vaqtdagi o'simlikni moy ajraladiki, qachon bug' bilan ko'tariladi. Chunki moy sifatida suvni bug' ko'tarilganini ko'rish mumkin. Va keyinchalik buni sovutgandan keyin efir moyini yaxshi bilamiz, suvda erimaganligi uchun kolbani devori, proberkan devorlariga qolib ketadi. Keyinchalik vaqt o'tganini ko'ramiz. Bugun bir kun, ikki kun turadi. Mana uni taqqoslab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha buni qaynatib olamiz. Hozir qaynashini kutamiz. Mana hozir efir moyini ajratganlik qaynab bilishingiz mumkin. Qaynab chiqyapti. Mana hididan bilishingiz mumkin. Hidlab ko'raman, hidi bormi yo'q. Chunki efir hidi keldi, yaqin. Hidi kelyapti. Keldi, hidi yaqin o'zi. Ana shunda efir moyligini mana hidlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Chunki efir moyi aynan qaynatgan paytda bug' bilan o'chib chiqadi. Mana hozir qaynatib qo'ydik. Endi buni sovutamizda buni o'ziga qoladi yoki bironta yerga kolbaga solib qo'ysak, sovigandan keyin shu kolbani devoriga qoladi. Efir moyi qachon tomchilaydi. Sababi nima? Bu suvda erimaydi. Suv erimagani uchun kolbani devorlariga tomchilar kelib qolib ketadi. Buni hozir pasaytirib qo'yamiz. Sovutilgan holda ko'rmaydi, biroz qaynayotsin. Dan keyin sovutdik, buni kolbaga solib qo'ygan edik va mana kolban devorlarida ajratgan efir moylarining tomchilar paydo bo'ldi. Chunki bu suvda nima qilmaydi, bu erimaydi. Ana shu o'simliklarda efir moy borligini aniqlash mumkin bo'lgan laboratoriya ishini hisoblaydi.